Bugungi operatsiyamiz 3 ta. Bitta gemoroy, bitta treshniy, bitta svish bilan operatsiya o'tkazamiz. Bemorimiz treshna bilan hozir lazer bilan kuydiramiz. Ikkinchi operatsiyamizni boshlab oldik. Ikkinchi operatsiyamizni gemoroy bilan lazer orqali amalga oshiramiz. Bizni kuzatishda davom eting, natijalarni ko'rib boramiz. Keyingi operatsiyamizni ham tugatib oldik. Biz kasallarimizni ochiq dasturda ko'rsata olmaymiz. Lazer bilan amalga oshirdik. Chunki kasallarimiz ayol kishi bo'lgani uchun ochiqdan ochiqcha ko'rsata olmaymiz. Operatsiyamiz muvaffaqiyatli inshaalloh tugadi. Operatsiya qilindi. Ozmoq og'riq bo'ladi, faqat ichis kelganda bir hafta o'tin og'riq qoldiruvchi ukol olasiz, yozib beradi. Yaxshi ovqatlanasiz, chunki yaxshi ovqatlanib tutish qiyin bo'ladi. Yaxshimisiz? Sekin oyoq tushiring. Uchinchi operatsiyamizni boshlayapmiz. Uchinchi operatsiyamiz svish bilan. Bu bemorimiz oldin operatsiya o'tkazilgan. Qaytalangancha yana bizga murojaat qilganlar. Oqma yara, ya'ni yiring kelishi. Hozir biz buni lazer bilan operatsiya qilamiz va natijalarni sizlar bilan bo'lishib boramiz. Kuzatib boringlar. Bo'linglar, ko'rmasin, sog' bo'linglar. Hech narsa bilmadingizmi? Og'riqlar bo'lmadimi? Hech narsani bilmadim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bizda katta treshna ekan, juda ham katta yomon bo'lib ketgan. Yillar davomida kattalashtirgansiz. Alloh shifo bersin, yaxshi bo'ling. Siz yaxshimisiz? Yaxshi. Bularda gemoroy bilan operatsiya qildik. Operatsiya lazerda o'tkazildi. Yaxshi o'tdi. Gemoroy 3-darajaga o'tib ketdi. Xudo xohlasa, Alloh shifo bersin, yaxshi ko'rib. Menda polip yo'q. Yo'q, sizda polip yo'q. Bu bemorimizda polip bor tashxis qo'yilgan ekan, lekin ko'rganimizda polip yo'qligi aniqlandi. Faqat treshna bilan operatsiya o'tkazildi. U nima hisobiga o'sha to'planib kelib qolib chiqmasdi? Yo'q, endi qachondir tiz qotib yara paydo bo'lgan. Siz vaqtida ko'rinmagan hisobda u yara borgan sari kattalashib ketgan. Mana ko'rdingiz, ikkita bemorimiz ham hech qanaqa og'riqlarsiz, hech narsa bilmasdan operatsiyadan chiqishdi. Sizlarga ham tavsiya qilamiz, joningiz og'ritib, chidab yurmasdan kelsa lekin afsuslanmaydi. Yaxshi. Zo'r. Hammasi zo'r. Vaqtida vrachga murojaat qilishingizni tavsiya qilamiz.